Assalomu alaykum hamyurtlar. Xudo xohlasa bugun ishlarimizni mana boshlab oldik. Erta tongda qisqacha ishlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bu yerda 76 lik sxema komplekt diskli zakaz qildi klientimiz. Общий jami 40 ta urguni, 8 ta diski bilan birga. Xo'p, bu kultivatorimiz Qoraqalpog'iston Beruniga bo'lyapti. Mana bu yerda однотонный zakaz qilish klientlarimiz 4 ta zakaz qildi buni. Xorazm viloyati Hazorasp tumaniga. Mana bu tomonda yana 3 ta turibdi. Mana bu yerda mana oldidagi 60 ligimiz bu Buxoro viloyatiga, bu ham diskli zakaz qilingan. Orqasida mana 76 lik sxema, bu ham yashil rangda qilganmiz klientimizning iltimosiga binoan. Bunimiz Xorazm viloyati Xonqa tumaniga. Bu yerda mana bitta 90 lik sxemamiz bo'lyapti. Bu Samarqand viloyati Kattaqo'rg'onga. Buni hozir agregatlarini bolalar yig'ishyapti. Mana bu yerda taxlab ulgurishmadi. 90 lik sxema, bu ham diskli zakaz bo'lgan. Mana bu yerda mana 3 ta Hazorasp, Xorazm viloyati Hazorasp tumaniga hammasi diskli zakaz qilingan. Mana bu yerda alohida 90 ligimiz bor. Buni Qozog'istonga, Yettisoyga tayyorladik. Diskli, lezvali, komplekt holatda qilindi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, xudo xolasa, istalgan agregatlaringni chiroyli muddatda garantiyalari bilan xudo xolasa kelishilgan holda dastavka xizmatlarimiz ham bor. Mana hozir Xorazmda Isuzu'lari kelgan, mana hozir yuklashni boshladik. Hozir 2 ta mashinaga yuklab chiqaramiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.